Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hozir World Sprintga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xitoy davlatidan birinchilardan bo'lib olib kelilayotgan mahsulotlar bor ekan. Mana shu mahsulotlarni bugun sizlarga videoda oxirigacha obzorini qilamiz. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum. Sarvar aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sarvar aka, bu mahsulotlarimiz Xitoy davlatidan keltirilyapti. Baget mahsulotlar deyilgan edi. Bularda afzalliklarini kuzatuvchilarga bir tushuntirib bersak. Ha, yaxshi. Bu baget mahsulotlarimizning afzalliklari issiqqa, sovuqqa, namga chidamli. Keyin egiluvchanligi bor, bukiluvchanligi bor. Ozgina avvalgi joylarga ishlataman deganlarga bukiladi. Ozgina patologlarda avvalni qilishatdi odamlar. Shularga qulayroq deb bukilsa bukilaveradi. Videoda yaqinroq kelsangiz har xil ranglarni ko'rsatamiz. Mana qanaqa ranglari bor aka? Ranglar haqida gaplashsak. Ranglari hozirda trend bo'layotgan ranglar asosiysi oqqa zarli oqlari bor ekan. Videoda yaqinroq kelaverasiz, mana oqlari. Griga zar urilgani bor, moviyga zar urilgani bor. Bu moviysi eng trenddagisi, mana shu yangi kirgan rang bu. Xudo xolasa juda go'zal chiqadi. Bu zarlari ketib qolmaydimi? Biror nimada shilsa, chidamliligi qanaqa ekan? Chidamliligi biz o'zimiz eksperiment qilib tifalga qaynoq suvga solib eksperiment qilganmiz. Bunda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Zariga ham, rangiga ham ziyon yetmaydi. Erimagan ham. Erimaydi. Zo'r. Bu mahsulotlar yangilikka o'xshayapti. Bu yerda hech qayerda ko'rmaganman oldin aka. Ha, bu mahsulotlarimiz aka haqiqatda O'zbekiston bozoriga yangi olib kiryapmiz. Mana bu nimalar chiqadi. Tayda shurib qotiradida, yana buni yopib qo'ya oladi. Ustalar uchun bu life hack hisobida mana buni chiqaradi, bu joydan shurib qotiradi, keyin uni yopib qo'yadi. Mana shu bilan shurib ko'rinmaydi. Stepler o'qlari ko'rinmay qoladi. Agar stepler ishlatadigan ustalar bo'lsa, bularda necha xil ranglari bor? Mana shu korishniy mana chiqadiganlarni. Buni hozirda 4 xil assortimentni olib kirganmiz. Bu butun uyga komplekt olib kiriladi. Zakaz bermoqchi bo'lsa, qancha berish kerak eng kamida? Eng kamida bitta uyga yarasha sotiladi bu narsalarimiz. Bulardan qizig'i xohlagancha, xohlagan nimasida berilaveradi. Buni aynan bitta uyga spets zakaz bo'lishi kerak. Bu necha buni razmerlari o'zi standart bo'lishi bo'ladimi? Qanaqa shu haqida ma'lumot? Bularimizni har xil razmerdagi shakllari bor. Bu qo'limizda ushlab turganimiz 8 ga 3. Bundan tashqari yana 10 ga 3 razmerlarimiz bor, 7 ga 3 razmerlarimiz bor, tekislari bor 9 santimetrlik. Undan tashqari 3 santimetrlik lentalarimiz bor stiklar uchun. Zo'r. Sarvar aka, devorga mana nima qilishadi? Po'kay, har xil albastirmi, nima edi? Albastrlardan qilishadi. Yana yog'ochligi bor, reykaligi bor. Ular bilan nima farqlari bor? Shu haqida ham tomoshabinlarga aytaylik. Endi agar po'k ishlatgan odam uyga po'k qilsa, po'kdan keyin yana ustiga ishlov beradi, xarajat. Ha, buni shunday qo'ysa bu tayyor narsa. Qo'yadi bo'ldi. Shu bilan joy yopilib ketadi, ham xizmat qilishi yil. Xizmat qilishi bularga, zariga, krasi, mana rangi o'chmasligiga 5 yildan 10 yilga bo'lgan oralig'ida bemalol garantiya bera olamiz, xudo xolasa. Yaxshi. Kimda, hurmatli kuzatuvchilar, kimga mana shunday baget mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, optim joydan birinchi qo'ldan oladigan bo'lsanglar, World brendiga murojaat qilib, pastdagi raqamlar qoldirib qo'yamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu reyka, baget mahsulotlarni birinchi qo'ldan eng arzon xohlagan viloyatinglarga dastavkalar qilib beriladi aka. Albatta. Bizni kuzatishda davom etinglar.